Assalomu alaykum. Bugun ingliz tili grammatikasi darsimizda sizlar bilan indefinite article an, ya'ni noaniq article an haqida gaplashamiz. Noaniq article mavzusi o'zbek tilida mavjud bo'lmaganligi sababli ushbu mavzu biroz murakkabdek tuyulishi mumkin. Ushbu video dars orqali siz noaniq article mavzusini tez va oson yo'l bilan o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. An is used to say what someone or something is or what someone's job is. Demak, an artikeldan biz biror narsa haqida ma'lumot berganimizda yoki biror kimni kasbi nimaligi haqida, qanaqaligi haqida informatsiya berganimizda ushbu noun, ya'ni otlardan oldin foydalanar ekanmiz. For example, misol uchun, it is a doll. Bu qo'g'irchoq. Demak, doll so'zi, ya'ni birlikdagi ot hisoblanib, ushbu narsa, ushbu predmet qo'g'irchoq ekanligini aytish uchun men an artikeldan foydalanyapman. A artiklidan. He is driver. U haydovchi. Driver so'zi, demak, haydovchi degan ma'noni bildirib, o'sha qaysidir insonni, qaysidir erkak kishini kasbi haydovchi ekanligi haqida informatsiya berish uchun men noaniq artikel hisoblangan a dan foydalanyapman. An artikli, demak, birlikdagi sanaladigan otlardan oldin ishlatilar ekan. O'zbek tiliga an artiklini biz qanaqadir bitta deb tarjima qilishimiz mumkin bo'ladi. For example, misol uchun, a book, a doll, an egg. Demak, a book qanaqadir bitta kitob yoki umuman tarjima ham qilmasligimiz mumkin. A doll qo'g'irchoq, an egg tuxum. Lekin, demak, noaniq artikeldan biz ko'plikdagi otlardan yoki sanalmaydigan otlar bilan ishlata olmas ekanmiz. Misol uchun, a books deya olmas ekanmiz. Chunki book so'zi ko'plikda turibdi. A rice deya olmaymiz yoki bo'lmasam a water deya olmaymiz. Chunki rice, water so'zlari oldingi darslarda ko'rib chiqqanimizdek uncountable noun, ya'ni sanalmaydigan ot hisoblanadi. Shuning uchun ham ushbu otlar bilan biz a yoki an artikeldan foydalana olmaymiz. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. A va an ni o'rtasidagi farq nima? Demak, a artikeldan biz undosh tovush bilan boshlangan so'zdan oldin ishlatar ekanmiz. An artikeldan bo'lsa unli tovush bilan boshlangan so'zlardan oldin ishlatishimiz mumkin ekan. E'tibor beramiz, harf demayapman, tovush deyapman. A boy, b harfi, demak, talaffuzda undosh tovush sifatida talaffuz qilinadi. Shuning uchun men a artikeldan foydalandim. An apple, demak, ko'rib turibsiz, apple so'zi unli tovush bilan boshlanganligi uchun men an artikeldan foydalandim. Ana endi sizlar bilan a va an artikli o'rtasidagi farq haqida gaplashib o'tamiz. Demak, a artikeldan biz undosh consonant sound, ya'ni undosh tovush bilan boshlangan so'zdan oldin ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. For example, misol uchun, a boy, a lion. Demak, boy, lion so'zlari undosh tovush bilan talaffuz qilinganligi uchun men a artikeldan foydalandim. Yoki bo'lmasam an artikli. An artikeldan bo'lsa undosh tovush bilan boshlangan so'zlardan oldin ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. For example, misol uchun, an apple, an egg. Apple, egg so'zlari unli tovush bilan boshlangan, shuning uchun men an artikeldan foydalandim. Lekin ingliz tilida bir nechta so'zlarimiz unli harf bilan boshlansa-da, talaffuzda undosh tovush orttirilib talaffuz qilinadigan yoki bo'lmasam undosh harf bilan boshlansa-da, unli tovush bilan talaffuz qilinadigan so'zlarimiz mavjud ekan. Ushbu holatda biz yozuvga emas, letter, ya'ni harflarga emas, talaffuzga e'tibor qaratgan holda a yoki an artiklidan foydalanar ekanmiz. For example, misol uchun, university so'ziga e'tibor qaratamiz. University so'zi unli harf bilan boshlanyapti. U harfi unli harf hisoblanadi, lekin talaffuzda university, ya'ni undosh tovush bilan talaffuz qilinayotganligi uchun biz a artikeldan foydalanar ekanmiz. Umbrella so'zi, mana ko'rib turibsiz, umbrella, ya'ni unli tovush bilan talaffuz qilinayotganligi uchun an artikeldan foydalanilyapti. Yoki bo'lmasam h harfi undosh harf hisoblanadi, lekin our so'zida h harfi silent, ya'ni o'qilmaganligi uchun our tarzda talaffuz qilinadi, ya'ni unli tovush bilan talaffuz qilinadi. Shuning uchun men an artikeldan foydalanaman. How so'zida bo'lsa h harfi undosh tovush sifatida, ya'ni h tarzda talaffuz qilinadi. Ushbu qoida, ushbu holatda men a artikeldan foydalanishim mumkin ekan. Shuningdek, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, an artiklidan biz sanalmaydigan otlar hamda ko'plikdagi otlardan oldin foydalanishimiz mumkin emas ekan. Uning o'rniga biz some so'zdan foydalanar ekanmiz. For example, misol uchun, some chocolate, some eggs.
Endi agar nounlar sifat bilan, ya'ni adjective bilan kelganda an artikli noundan oldin emas, balki adjectivedan oldin kelar ekan. For example, misol uchun, it is a fast car. Bu tez yurar mashina. Demak, fast car adjective plus noun kelyapti. An artikli bo'lsa, adjectivedan oldin kelyapti. Ushbu holatda biz adjective ga e'tibor berar ekanmiz. A yoki an artiklidan foydalanayotganimizda biz adjectiveni birinchi tovushiga e'tiborimizni qaratar ekanmiz. Fast so'zi, demak, undosh tovush bilan talaffuz qilinayotganligi uchun a artiklidan foydalandik. Endi keyingi misolda it's also an expensive car. Bu shuningdek qimmat mashina. Demak, expensive so'zi, ya'ni adjective ushbu qimmat ma'nosini beruvchi expensive so'zi unli tovush bilan boshlanganligi uchun an artiklidan foydalanilgan. Endi sizlar bilan birinchi mashqni birgalikda bajaramiz. First say then write a or an. Demak, a yoki an artiklidan bittasini yozib chiqamiz. A leopard, an astronaut. Demak, astronaut so'zi unli tovush bilan boshlanganligi uchun an artiklidan foydalandim. A rabbit, an old house, a helicopter, an owl, an airplane, a pineapple. Demak, bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.